qizim ham shu Rossiyaga ketganiga 2 yil bo'lyapti-da. Rossiya bormasdan oldin sizga ixlosi baland bo'lib maqlarda qizim o'zim yetishmovchilik bo'lsa shuncha pul to'lab maqlasan desam, "Yo'q, opa siz indamay turing, men o'zim bilaman" deyapti. Haqiqatda bitta uyga kirib hech kimni kirgizmay, ana uni 1,5 soat o'tarmiz, 1 soat o'tarmiz, o'shanaqa darslarni oxirida pulni to'lab o'tmoqlardan. Puli ham yo'q joydan pul bo'lib, biletga pul topib, Rossiya bitta dugonasi chaqirib, Rossiyaga ketdi, 2 yildan beri ishlayapti. Xudoga shukr. Sizni yubordi. Endi Xudo xolasa umraga ham jo'nataman debdi o'sha qizim. Sunnat to'y qilish kerak. To'y o'zimiz umraga borishimiz kerak, chol kampir ikkalamiz. Shu niyatlarim amalga oshdi, o'shani deb keldim. Ishda nevaram bil bitirayapti. O'shalar o'qishga o'tib ketsin deb ko'p niyatlar aytyapman. Maqsadlarga yozdingiz, hozir? Hammasini daftarga yozdim. Qaysi zamonda yozdingiz maqsadlaringizni? Qaysi zamonda? Xohlayman deb yozdim. Yo'q, xohlayman demaymiz. Yo'q, yana bo'ladi. Lekin tezroq amalga oshiradigan varianti bor. O'shani yozsangiz bo'ladi. Niyatlar aynan hozirgi zamonda yozilishi kerak, ya'ni aynan siz уже erishgansiz.